Siz millioner bo'lishni orzu qilasiz, lekin sizni orzuyingiz hech amalga oshmayapti deylik. Bunga nima sabab bo'lishi mumkin? Sizga bolaligingizda badavlat odamlar xasis bo'ladi, badavlat odamlarning farzandlari betarbiya bo'ladi yoki bo'lmasam badavlat odamlar bular noqonuniy yo'l bilan pul to'playdi degan har xil yolg'on, noto'g'ri tushunchalar singdirilgan bo'lsa, siz endi ong ostingizdagi mana shu tushunchalar asosida badavlat bo'lishga o'zingizni qarshiligingizni, ichki qarshiligingizni namoyon qilasiz. Sizga har xil takliflar kelishi mumkin. Daromadli ishlar, karyera qilish mumkin bo'lgan yaxshi lavozim, shunga o'xshagan har xil takliflarni o'zingiz tushunmagan holda rad etaverasiz va o'zingizni millioner bo'lishdan to'xtatasiz. Chunki sizni ong osti programmalaringiz xato. Agar siz hali ham omadingiz yurishmayotgan bo'lsa, u holda ong ostingizda badavlatlikka qarshi qanday tushunchalaringiz bor? Shularni o'ylab ko'ring, toping va ularni isloh qiling.